Yana bir qiyin SAT savoli. Grafikda aylanib berilgan. If the circle is inscribed to the square, what is the perimeter of square? Ya'ni kvadratga aylana ichki chizilgan. Biz kvadratning perimetrini topishimiz kerak. Bizda aylana tenglamasi mavjud. X minus x1 ning kvadrati plus y minus y1 ning kvadrati teng bo'ladi radiusning kvadratiga. Xo'sh, x kvadrat minusdan 4x. Buni biz yaxlit kvadratga aylantirishimiz uchun unga 4 ni qo'shishimiz kerak. Hop, keyin esa y kvadrat minus 8y. Buni ham yaxlit kvadratga aylantirishimiz uchun bizga 16 kerak. Chunki y minus 4 ning kvadrati bo'lishi uchun. Va bu qo'shilgan sonlarni ikkinchi tomoniga ham qo'shamiz. 80 ni tengdan keyinga o'tkazib olsak, 80 plusdan 4, bu tomonga ham 4 qo'shganimiz uchun va plusdan 16. Endi ikki tomon ham teng bo'ldi. Buni yaxlit yozadigan bo'lsak, x minus 2 ning kvadrati plusdan y minus, ya'ni 16 bu yonchon minus 4 ning kvadrati bo'ladi. Holatiga olib keldik. Va teng bo'ladi radiusning kvadrati, ya'ni 100 ga 10 ning kvadrati. Bundan biz radiusni topib oldik. Aylananing radiusi kvadratning tomonining yarmiga teng, ya'ni a tomonning yarmiga teng. Bu yerda esa a imiz 20 ga teng bo'ladi. Kvadratning perimetrini topish juda oson. P teng 4a va shundan kelib chiqadiki, bizning javobimiz 80 c ga teng. Bunaqangi ko'p savollarni ishlash uchun sahifamga obuna bo'ling.